Salam dostlar, Nevbaharning dunyosiga xush keldinglar. Xabaringlarda bo'lgandek, ilgari do'stlar bilan o'zimiz haqida yoki hayotlik haqiqatlari haqida o'ylanganda ba'zi bir tushunchalarni o'rtoqlash uchun Nevbaharning dunyosi degan bir sahifani yo'lga qo'ygandim. Agar xohlasanglar, yoqtirsanglar, buningdan keyin bu sahifada har qatimda Uyg'ur madaniyatidagi ma'lum bir folklor hodisasini tutib turib, qisqa shaklda shu temada paranglashsaq deb o'yladim. Chunki muajirat yashayotgan qarindoshlarimiz Uyg'ur madaniyatini tunutish, avlodlarga yetkazish yo'lida nihoyat zo'r tirishchanliklarni ko'rsatyotdi. Lekin ba'zida 4-5 tal do'ppini tizib qo'yib, atlas ko'ylaklarni esib qo'yib, bu nishonga yetkili bo'lmaydi albatta. Uyg'ur madaniyatining cho'nqur qatlamlarini tunutish intayin muhim deb o'ylayman. O'tgan qatim Olmaning Uyg'ur madaniyatidagi o'rni haqida so'zlashgan to'q. Bu qatim Qumushning Uyg'ur madaniyatidagi o'rni degan temani tanladim. Qumushga kelsak, Qumushmo Uyg'urlarning vujudiga o'rnab ketgan, hatto ruhiy dunyosining qat-qatiga singib ketgan narsalardan biri. Qumush desam, hozir balkim hammanglarning ko'z oldiga qahramon Uyg'ur qizi Nozugumning Xitoy cheriklaridan qochib yoshirinib olgan ashu Qumushliq kelgan bo'lishi mumkin. Haqiqatan Qumushliq ayni vaqtda Nozugumning iffat nomusini saqlab, o'zini qo'g'dashda Nozugumni qo'yniga elib pasibon bo'lgan. Qumush ko'pincha suv atrofida, sasliqlarda, ko'llarning atrofida o'sib qoladi. Qumush hayvonotlarning oziqi, insonlarning oziqi bo'lib kelgan. Hayvonlarning oziqi deganda yavutögini alayda tilga og'im keldi. Yavutöga vatanimizda yetishtirilgan, hozir butunlay nasli qurib ketgan qimmatli hayvonlardan biri. Qumush dal mushu yavutögining hayotlik oziqi bo'lib kelgan. Qumush yana bir jihatdan bizga nihoyat tunishliq. Masalan, Qumushdan qalam yasaladi. Ajdodlarimiz klassik she'rlarni, asarlarni, vasiqalarni Qumushni qalam qilib, siyog'i chilab yezib yoki putib bizga qoldirgan. Qumushdan yana puylab o'ynaydigan, ovoz chiqarg'il bo'ladigan bir xil o'yinchiq yasig'il bo'ladi. Uyg'ur bolalar buni pipak deb o'ynab kelgan. Men garchi shaharda cho'ng bo'lgan bo'lsam-mu, Qumushni mazg'abga chilab, puylab ko'pik chiqarib o'ynaydik. Bu ko'piklar havoga ko'tarilgandan keyin quyosh nurida rangarang chambaraklarni hosil qilib, ayni vaqtida xuddi dunyomi shundoq rangarangdek bilinadi. Lopnur ko'li atrofida ham Tarim daryosining o'tira va tuvangi iqlimlarida yashab kelgan xalqlar uchun Qumush asosli hayotlik manbalaridan biri. Masalan, lopluqlar turalg'u uy, yiqilg'u, kiyim-kechak va beliqchilik ishlarida bir qancha xil o'simliklar va dal-daraxtlardan ayrilanmaydi. Masalan, bularning ichida qumush, kandir, to'g'raq daraxti, yulg'un qatorliqlar bor. Bo'libmi, Qumush lopluqlarning turmushida ayrilanmaydigan bir turlik o'simlik deyishga bo'ladi. Ular hatto Qumushdan karvat va uy yasaydi. Bu xil uylarni satma uy deb ataydi. Lopluqlar deganimga qaraganda Lopnur Uyg'urlari desam, bakrak tushunishli bo'lishi mumkin, lekin lopluqlar o'z-o'zini loptuqlar deb atagan, ya'ni endonimi. Lekin g'arb adabiyotida boshqalar bularni lopluqlar, ya'ni eksonimi lopluq deb atab kelgan. Shunga o'lchamlik bo'lish uchun men bu lopluq deb olaman. Kiroranguzilni bilamiz. Kiroranguziliga makon bo'lgan Kiroran davlati xarobasidan tepilgan turalg'u uylar bor. Bularning yog'ochlardan, bu yerdagi yog'ochlardan ma'lumki, ayni vaqtda Kiroran davlatidagi qo'tallarning o'g'zisiga Qumush yepilgan. Hatto uylarning ichida yalarga Qumush yeyitilgan. Qumushning yangi notasini iste'mol qilishga bo'ladi.
yiltizidan shekar elishqi bo'ldi. Masalan, mashhur sayyoh Steven Hedin ayni vaqtda egizligi 7 metrdan oshadigan naydi tom ashunda qo'mishlarni ko'rganini bayon qiladi. Bu xil egiz qo'mishlardan boshqa yana bir xil pasrak o'sadigan turi bo'lib, yekan deb ataladi. Bu yekanni iste'mol qilishga bo'ladi. Yangi chiqqan yekanning to'zg'iqini quritib, uni talqon qilib, beliq sho'rpisiga selib etadigan bir xil tamoq turi bor. Bu xil tamoq ujul deb ataladi. To'zg'aqdan yana yostiqmi yasig'il bo'ldi. To'zg'aq yostiq deb anglagan bo'lishinglar mumkin. Qumushning Uyg'urlarning etnografiyasiga qanday ta'sir ko'rsatganligini bir qism yer joy nomlari, ya'ni toponimlarni ko'rib olg'il bo'ldi. Masalan, Qumush Og'an ko'l, Qumush buloq, Yekanlik ko'l, Yekan ko'l deydigan yer nomlari uchraydi. Qumushning yana bir xil oqchi degan bir turi bo'lib, bu xil qumushda bo'ra, to'qig'il bo'ldi, ham sivat yasig'il bo'ldi. Qumush lopluqlarning hayotida yana to'y to'kun, o'lim yetim murosimlardami o'rin olgan bo'lib, ularning turmushining har bir detallarigacha qumushning ulug'langanligini, qumushning kishilarni bir-biriga bog'laganligini ham qadrlanganligini ko'rib olishga bo'ladi. Qiz o'g'il to'yda qiz melining qimmatini qumush bilan o'lchaydigan odatlar bor. Masalan, 10 bog'lam chiga, 10 bog'lam qumush, bir kema, 10 bog'lam qurtilgan beliq saldigan odatlar bor. Dafna, meyit uzitish ishlaridimi qumushdan ayrilanmaydi. Bir qism qadimiy qabrlarda jasadning ustiga qumush yepib dafna qilingan. Charchandagi qadimgi qabristonlikdan bir qancha yuz jasad bayqalgan bo'lib, 1985-yili Uyg'ur arxeolog Dolqun Qambir apandim ham uning xizmatdoshlari mushu qabristonlikdan 5 dona jasadni arxeologiyalik tekshirgan. Bularning ichida bir bovoq bolaning jasadi bo'lib, jung adiyalga o'ralgan. Uning yanida ichimlik ichadigan munguz, qo'yning bosh so'ngiga qo'yib qo'yilgan. U bovoq qarsa qatma-qat o'ralgan. Birinchi qavati qumushdan yasalgan bo'ri bilan o'ralgan. Ikkinchi qavati adiyal bilan, uchinchi qavati qo'ng'ir ranglik bir kiyim bilan, to'rtinchi qavati yana qumush shoxlari bilan o'ralgan. 5-qavati ot, to'ga yoki qo'taz terilari bilan o'ralgan. Jasadni 5 qat o'rash odati boshqa joylardami bayqalgan. Qumush Uyg'ur madaniyatida yana bir qism aqidalarni shakllantirgan. Masalan, qumushni ko'ydirib, isiriq soldigan odatlar bor. Ijtimoiy ekologiya antropologiyasida madaniyat teshi, ya'ni cultural keystone deydigan bir atalg'u bor. Yuqorida bayon qilib o'tgan bayonlarimizga asosan qumushni Uyg'ur madaniyatining uli, ya'ni madaniyat teshi deb qarashga bo'ladi. Mashhur turkolog Gunnar Yaring apandim ayni vaqtda Altishar deb atalgan rayonlardan to'plagan bunda bir qo'shiq bor. So'zimni mush qo'shiq bilan oyoqlashtiray. Takabbur eylima hargiz egilgil Layli Majnundek, qumushni ko'rmadingmi, bosh chiqardi, bo'riga bo'ldi petak. Rahmat amalaga.